Dunyo shunday joy ekan. Har tomonlama mukammal yashash mumkin emas bu hayotda. Har doim nimadir kam bo'ladi. Har doim yarim qolgan his-tuyg'ular qurshovida o'zini yo'qotadi inson. Boylik beradi yaratgan. Yoniga bir xastalik qo'shadi. Sog'lik beradi, qashshoqlik zahmatiga yo'liqtiradi. Bu yarim dunyoda butun baxtga erishish mumkin emas. Har bir jon o'ziga yarasha muammo bilan kurashadi. Fursatni topgan odam qachondir baxtga erishadi. Ehtimol eng muhimi hayotni og'riqlar ichida ham yashay bilishdir. Asosiysi dardga qaramay kula olish. Yurak sanchiqlariga qaramay tabassum qilish. Har olgan nafasing, yegan har bir luqmang bir hikmat tufayli amalga oshadi. Senga marhamat qilganga shukr et. Taqdiringga rozi bo'l. Yoki bu taqdirni yozgan senga xayrli yozganiga ishonmaysanmi?